Atmosferaga zaharli moddalarning chiqishini kamaytirish, atrof muhit ifloslanishining oldini olish, hududlarni axlat chiqindilardan tozalash ishlari viloyatimizda tizimli olib borilmoqda. Qo'shtepa tumani hokimligi tomonidan havo ifloslanishining oldini olish yuzasidan o'rganishlar va red tadbirlari o'tkazish bilan bir paytda tashlandiq hududlarni chiqindilardan tozalash, obodonlashtirish va daraxt ko'chatlari ekib, yashil bog'lar yaratish ishlari tashkil etilyapti. Yashil makon bu har bitta xonadonda, ko'chalarda, tashkilotlarda biz o'zimizga mana reja belgilab olganmiz. 535 mingga yaqin reja ko'chat ekishimiz kerak va hozirgi kunga kelib, hozir 73% biz bu kunga kelib ekdik. Bugun ham mana kamida 70 ming, 80 ming ko'chat ekish rejalashtirib olganmiz bir kunda. Bugun 4 ta 5 ta joyda tashkillaganmiz bu bo'yicha. Biz fuqarolarimiz buni juda ham yaxshi tushunib turibdi. Chunki katta shaharlarda bo'layotib turgan vaziyatlar, ana bu ekologik holatda og'irlashib borayotganligi bo'yicha hamma o'zi to'g'ri tushungan holda birinchi navbatda mana shu ko'chat ekish, undan tashqari mana bu chiqindilar, g'azollarni yoqmaslik bo'yicha ularga to'liq tushunchalarni berganmiz va ular buni to'liq tushungan holda bunga amal qilib kelmoqda. Bunga biz ham hissamiz qo'shishimiz kerak tozalanishiga. Hamma o'zimiz kasal bo'lmaymiz. Hamma oila to'rttadan ko'chat eksa ham obxonasini toza qilsa ham, yo'l orqalarini, ko'chalar hamma obodon toza qilsa, hamma o'zimiz sog'ligimizga foyda. Hamjigarda birga bo'lib hammamiz yengishimiz kerak, yordamlashishimiz kerak. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida o'tkazilgan mazkur aksiyada tumandagi korxona va tashkilotlar hamda mahallalardan faollar, tashabbuskorlar qatnashdilar. Manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekish, yashil makon yaratish orqali yurtni obod etishdek xayrli ishda katta kichik birgalikda qatnashganligi xorijlik investorlar tomonidan ham qo'llab-quvvatlandi. Qo'shtepa tumanida yashil makon umummilliy loyihasida ishtirok etib, ko'chat ekishga hissamni qo'shganimdan xursandman. Albatta, ko'chat ekish ishlari tumanda ekologik muhitning yaxshilanishiga, atmosfera havosi tozaligiga, aholi salomatligiga xizmat qiladi. Xalqning bu ishlarga bee'tibor emasligi, barcha birdek hasharlar o'tkazishi menda katta taassurot qoldirdi. Qo'shma korxonamiz va uning atrofiga ko'chatlar ekishni yanada ko'paytiramiz. Shu kuni keng jamoatchilik sa'y harakati bilan tumanning yana bir hududidagi 1,5 gektar maydonida yashil bog'ga asos solindi.